bitta gap kelib qoldi. Shayx hazratlarini bilasizlar, Alloh rahmat qilsin. Bir yig'sonda o'tirganlarida birov endi yo ataylab hazil mazah ma'nosida yoki hazratni izza qilmoqchi bo'lgandirlar, yoki haqiqatdan ham bir boshqalarga ibrat bo'lsin deb savol qilib bilmaymiz, ichida nima borligini savol qilgan ekanlar. Hazrat degan ekanlar. Labbay desalar, Allohning telefoni bormi debdilar. Savolni qarang. Allohning telefoni bormi? Telefoni bo'lsa raqamini nechi bilasizmi debdi. Hazrat-ku. Dunyo tan olib qo'yibdi-yu, u kishini tan berib qo'yibdi-yu. Ha, telefoni bor debdi. Nomerini bilasiz? Bilaman debdi. Yozib oling debdi. 2 2 4 4 2 4 3 2 4 2 3 degan ekan. Bu qanaqa raqam bo'ldi debdi. 2 rakat